Tejamkor, Финансово грамотный. erini boy qiladigan barakali xotin deganda xayolingizga kim keladi? Uch точно men xayolingizga kelmasam kerak, chunki bugun sizlar bilan biz unpacking rubrikamizdan davom ettiramiz. Bu qiz qaynotasi yo'qmi xohlagan payt baqiradi deydiganlar. Ular prekrasni bilishadi, mana juda ham shundayligimi, meni chun o'rganib ketishdi. Okay. Birinchidan boshlaymiz. Let's get it. Nimadir chiqaryapti buni. Xo'p. Buni nima so'rashingiz mumkin? Это figurочки для мороженого. Ko'pchilik biladi, to'yimdan keyin to'pga qizib qolganim, o'shanga uydagilarga qo'l bola, yaqin o'rganib tushunsa, qo'l bola мороженое bermoqchiman. Shu zaman ko'p zashib тебе это целое. Bu короче ручка морковь, tushunishinglar uchun. Buni Zveropolis ko'rganlar biladi. Bu ovoz ham yozib, ovoz ham chiqaradi deb eshitdim. Qani, nima распаковка qilyapti? Mana shunaqa Simbaga pikni ошейник o'zi rozовый olmoqchi edim, keyin o'g'il bola yonimda qo'ya qoling deyishdi. Такой aeroportda so'rashi ekan, ko'z temasi yengil bo'lib qolar shekilli. Duodamiz hozircha. Erkakligingizgacha sizni to'ydan oldin Dysonlar, yangi iWatchlar, MacBooklar radost qilsa, to'ydan keyin bunaqa vannaga osib qo'yadigan uголокlarmi, oshxonaga taqiladigan narsalarmi sizni ko'proq xursand qilishni boshlaydigan. Buni aytib zakaz qildim. Kranni tagiga pikmi uголочки edi bizga вот. Ikkinchi studiyani oshxonamiz uchun yana bitta bunaqa uголочки zakaz qildik. Tez ochaman men buni. Bu bizning samolyotlarga bilan xonamiz uchun atidan zakaz qilingan narsa. Tayyormisizlar? Bunaqa salfetnik. Bizning endi adekvatniy odamlarga salfetnik saramizda xonamizda turadi. Следующий парасик. Его можно использовать в качестве подушки, его можно использовать в качестве игрушки. Agar men ertalabdan turib chiqsam, men ko'zim tumyani shoqiladi. Ikkinchidan bu narsalarni faqat Xitoydan zakaz qildim. To'yimdan oldin ham, to'yimdan keyin ham. Endi o'zim marketga o'tib oldim. Chunki o'ylab qarasam, menga namnoga выгодныйroq variant ekan. Uzanchka ishdan qaytib olganlarida shunday iltimos qilaman, o'zaro olib beradi. Keyingi o'zimni xuddi polye chuzida o'tirgandek his qilaman. Все больше и больше сюрпризов. Это кран. Men qizimning shularni bizga boshqa yaxshi ko'rishardi. Uyimda qolib ketgan hisobimda. Endi bu uydagi qo'shqamizga ham men vodoprovod olib keldim. Xo'p, buni hozircha qanaqa ishlatilishini tushunmayapman. Tushunib olishim bilan istoriyamga qo'yishni boshlayman. Sizlarga instruksiyasini ko'rsataman. O'shaga menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu yerga hamma narsalarimni artikulini bosib postim tagida qoldiraman. Пока-пока. Tejamkor, Финансово грамотный. erini boy qiladigan barakali xotin deganda xayolingizga kim keladi? Uch точно men xayolingizga kelmasam kerak, chunki bugun sizlar bilan biz unpacking rubrikamizdan davom ettiramiz. Bu qiz qaynotasi yo'qmi xohlagan payt baqiradi deydiganlar. Ular prekrasni bilishadi, mana juda ham shundayligimi, meni chun o'rganib ketishdi. Okay. Birinchidan boshlaymiz. Let's get it. Nimadir chiqaryapti buni. Xo'p. Buni nima so'rashingiz mumkin? Это figurочки для мороженого. Ko'pchilik biladi, to'yimdan keyin to'pga qizib qolganim.